mashxonani bir insonni qalbi desa, qiynalib ketgandan inson bitta xonada o'zi yolg'iz qola olmaydi, chiqib ketish xohlaydi. Lekin biza mana shuni ko'rsatamiz u insonga. Birinchi kundanoq bu narsani bildimki, masalan, ayni o'sha muolajadan keyin qo'rquv yo'qolmagunigacha oldingi qadam qo'yish qiyin ekanda. Mana siz bilan men urushishim mumkin. Siz o'zingizni go'dingizga ishonasiz, men o'zimni kuchimga ishonaman, men bunaqa qadaraman deysiz. Lekin inson o'zi bilan o'zi urusha olmaydi. Ana o'tda urushadi o'zi bilan o'zi. Ana o'sha yerda yolg'iz qoladi o'zi bilan o'zi. Ya'ni har bir insonni yiqilganda tajriba oladi-da. Shu narsalarni biz tajriba olishgacha xatoga bilmaganmiz. Ya'ni xatolarimizni mana shunda xato qildik, mana shularni narsamiz. Bu narsani qachon bildi desa, mana shu jarayondan keyin men tushunib yetishim bor. Azim o'tiribdi, Umid va men aslida biz birga o'tirishimiz sababchisi bu siz hisoblanasizda. Ya'ni siz orqali bir-birimiz tanishdik, bir-birimiz bilan topishdik, bir-birimiz bilan bir suhbatlashdikda. Odamzodda har xil vaziyatlar birlashtiradi-da. Hammani qaysi muammolari ham birlashtirishi mumkin. Lekin shu muammoga yechimni birga topish ham birlashtiradi. Nima deb o'ylaysiz? O'sha siz bilan birgalikda o'sha muolajani o'tkazganimizdan keyin kimda nimani kuzatdingiz, nimani sezdingiz, nimani o'zgarganini sezdingiz, nima sezildimi? Albatta bu muolajadan keyin insonda nafaqat yuz taraflama, balki hayotga bo'lgan qarashlari, fikrlashlari va jizzakilik yo'q bo'lib qoladi bu. Bu hamma narsa o'zgarib ketadi. Birinchi bo'lib insonda asosan o'zgaradigan narsasining birinchisi uni yuzi o'zgarishi boshlaydi. Ya'ni yuzda nur boshlanadi. Yuz chiroy ochishni boshlaydi. Ana qiladi deydi, nima deydi? Sochnost paydo bo'ladi yuzda, nur. Bilasizlar, yuzni fayz ko'rinadi. Yuzni отраженияsi bu qalb bo'ladi. Qalb qanaqa bo'lsa, bu yuzga o'shani beradi. Qalb qanchalik qoraygani sari, qalb qiynalgan sari buni rangi yuzda aks etadi. Qalb qanchalik toza bo'lsa, pok bo'lsa, bu yuz nurlanib, oqarib, yuzga fayz kirib, nur taralishni boshlaydi. Bu nur xuddi insonlarni qalbi muzga o'xshab ko'ringan bo'lsa, quyosh qanaqa qilib muzga tushib eritib tashlasa, bu ham xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni tashqi muhitdagi insonlarga bu muolajani olgan insonlar qanaqadir o'zi bilmagan holatda oshiq bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha bilan gaplashish xohlaydi, u bilan o'rtoq bo'lish xohlaydi, lekin o'zi bilmaydi nimaga bunaqaligini. Nima bog'lab turganini tortadi, mana shu yerdan qalbdan bor. Misol uchun internetlarda har xil videolarni ko'rgandan keyin shu qanaqadir o'sha mijozi davolangan insonni videosini ko'rishi bilan nimadir bor-da, tortadi, mana shu yerda qanaqadir. Orasida bu muolajani olgan insonlar men yuziga qarab turib bilaman. Yuziga shunday qarayman, bu olgan, yo olmagan, yo chala olgan. Buni bilish mumkin. Bu uni yuz bildiradi. Va bu insonni birinchi boshlab turib muolajadan keyin birinchi ya'ni yaqqol ko'rsatadigan narsasi bu insonni xotirjamligi boshlanadi bu. Xotirjamlik boshlanadi. Endi hozir o'sha biz agar buni psixokimiya deb aytasak, mana shu usul deb aytadigan bo'lsak, hammamiz ham inson sifatida, bir banda sifatida qo'rquvlarimiz bor. Hamma masalada, har xil shaklda, bu vahima yashash bilan bog'liq bo'lgan narsa bor, o'zimiz bilan bog'liq, e'tiborsiz qolib ketish bilan bog'liq, kasal bo'lib qolish ehtimoli haqida o'ylaysiz yoki ertaga nima bo'ladi degan narsa bilan bog'liq. Qanaqadir qo'rquvlar ham odamni izdan chiqaradida, muammolarni keltirib chiqaradigan narsa ekanda. Ya'ni bir narsa vahima bilan yashayapsizmi, ana shu narsa ko'payib ketaverar ekanda. Va his qilgan narsam, tushunganimcha, birinchi kundanoq bu narsani bildimki, masalan, ayni o'sha muolajadan keyin qo'rquv yo'qolmagunigacha oldingi qadam qo'yish qiyin ekanda. Qo'rquv yo'qolishi kerak ekan. Men shu narsani bildim. Birinchi kuni
birinchi kundagi o'sha davolanish jarayonidan keyingi birinchi hayolimga kelgan narsa yoki birinchi hisiga qilgan narsam bu qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar qo'rquv bilan kelishdimmi deymizmi yoki bu qo'rquv ham bu arzimagan narsami bilmadim. Boshqa bir degan narsa tushunchaga keldimda qo'rquvdan o'ta oldim deb o'yladim. 100% to'g'ri gapingiz. Va bu bilasizmi boshqa bir iqrorlik degan narsa bor. Yaratganda oldida iqror bo'lsangiz qo'rquvni yerga ekansizda. Allohning o'zi sizni himoya qiladi, Allohning o'zi sizga yaxshiliklar ravo ko'radi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi va buning uchun siz iqror bo'lishingiz kerak ekan. Siz kimdandir qo'rquv yoki nimadandir qo'rquv emas va bu biz bilan bog'liq bo'lmagan narsa. U bilan bog'liqligini tan olsak, qo'rquvni yengar ekanmiz. Buni hamma menimcha bu qo'rquv degan narsa hammani boshida o'tgan. Bizni kichkinalik paytimizda qo'rqmaganmiz hech narsadan. Na ertaga och qolib ketishdan, na pulsiz qolib ketishdan, na boshqa narsadan. Kichkina bola bo'lib yurgan paytimizda eslaylik. Ko'p holatlarda balki uyimizda, ro'zg'orimizda hech narsa bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bizga farqi bo'lmagan u narsa. O'ylamaganmiz. Ertaga och qolib ketamiz yoki pulsiz qolib ketamiz yo maktabga bora olmay qolamiz. Unaqa narsalarni o'ylamaganmiz. Akamizni, ukamizni kiyimlarini kiyib keturganmiz, balki amakamizni kiyimini kiyib keturganmiz. Lekin o'ylamaganmiz. Lekin bu qo'rquv hamma narsalar bu orttirilgan bo'ladi. Bizning o'zimizniki emas, originalimiz emas. Biz bu muolaja jarayonida originalimizga qaytamiz, asliyatimizga, haqiqatga qaytamiz. Bu tozalanish hisoblanadi. U yo'g'i boshqacha fikrlashni boshlaymiz. Biz tushunamizki, yaratgan bizga bekorga bermayapti bu vaziyatlarni. Bu hayotda hamma narsa dars biz uchun. Ya'ni o'sishimiz uchun. Qanaqadir vaziyatlar beradi, qiynalamiz, chiqish yo'lini axtaramiz, lekin topa olmaymiz. Oxir oqibat yaratganning izni bilan bir-birimizga foydali bo'lib turib, muolaja olib turib, keyin tushunib yetamiz. Lekin ungacha yo meni hamma narsam yaxshi, hayotim zo'r, men umuman qo'rquvim yo'q deb yuramiz. Men o'zim ham shaxsan shunaqa bo'lib yurganman. Bo'lmagan narsa aniqdi mana endi. Lekin bu narsadan inson o'zi his qilmaguncha bu narsani tushunib yetmaydi-da. Mana hozir yoshlikda aytdingiz-ku, hozir mana yoshlikdagi bo'lgan narsalarda to'g'ri, bu yoshlikda hech kim bemalol qo'rqmasdan, o'sha aytganingizdek hamma narsani, hech narsani o'ylamasdan yurib, qo'rquv degan narsa his qilinmaydi. O'sha aytganingizdek orttirilgan bu vaqtlar davomida yoki qanaqadir vaziyatlardan yoki ota-onadan bo'lgan vaziyatlardan yoki qanaqadir nimadir ko'rib qo'ygan shu qo'rqinchli narsalarni ko'rib qo'ygan vaziyatlarda shu qo'rquvlar tushib vaqt soat kelib kelajakda katta bo'lgandan keyin shu narsalar insonni hayotida pameh beradi, ya'ni to'siq bo'ladi-da bu. Shlagbaumga o'xshab kimdir har xil fobiyalar ko'p, ya'ni bu qo'rquv bo'lsa, kelajakda keyin bu davom etaversa, ya'ni fobiyaga aylanadi bu. Qo'rquv, ya'ni fobiyaga aylanadi. Fobiya bu уже rost aytsam, bu o'sha narsadan qo'rqishni boshlaydi u narsa. Bu qo'rquv keyingi qadamiga yoki kelajakdagi bo'ladigan narsalardan to'siq bo'ladi. Masalan, hozir mana agar yoshlikka qaytadigan bo'lsa, yoshlikda ko'p narsadan qaytmaymiz-da. Hattoki sakrashdan, bir qanaqadir sakrashdan, balandlikdan, misol sakrasa ham bemalol hech narsani o'ylamasdan sakrardik. Yoki qanaqadir qorong'i joylarga kirib ketsa ham qo'rqmasdik-da. U narsalarni umuman u qo'rquv degan narsa fikr bilan bo'lmasdi. O'sha kelajakda masalan shu narsalar, o'sha orttirilgan qo'rquvlar kelajakda insonni qanaqadir o'sha o'zini hayotida ko'rib o'tgan qo'rquvlarga hayotida o'sha to'sqinlik bo'ladi. Kimdir moliyadan, pul tomonlama qo'rquv bo'lishi mumkin. Kimdir balandlikdan, kimdir hayotda nima deydi, yo'qotishdan, ota-onasi bilan bo'lgan mojarolarni ko'rib turib, shunga o'xshagan insondagi qo'rquvlari va hayotda bu takrorlanadi. Ya'ni bu narsani ko'rib o'targan bo'ladi, qo'rquvlar. To'g'ri, bu narsani tan olib, xuddi hozir aytganingizdek, shu narsalarni bosib, qo'rquvdan to o'zini qutulmagunicha, asliyatni topmagunicha bunda yashayveradi va hozirgi ustozimiz aytgandek, bu dars bo'lib
insonni hayotida aylanveradi. To buni tagiga yetib, o'rganmaguncha, shu narsa qo'rquvlardan xalos bo'lmaguncha. Qo'rquv borasida hamma joyda har xil keladi. Har xil vaziyatda bo'ladi-da bu. O'sha ustidagi vaziyatga qarab turib qo'rquv bo'ladi. Nimada? Misol uchun biznesdami, hayotdami, oiladami, kim bilandir urushayotganingizdami, yo nimadirda talashayotganingizdami, hamma anaqasida har xil keladi vaziyatida. No, bu muolaja olayotganimizda aytdim o'shanda sizga ham. Hamma narsani shunday orqaga ushlab turib, chiqib ketmaslik uchun o'sha qo'rquvni ushlab turib, shu yerga kirib olish edi. Bo'ldi, shunday kirib oldi, bo'ldi-da. Bitta qadam bosib olgandan keyin o'sha qo'rquvlarga o'sha parda tortildi-da, orqada qoldi shular. Bitta qadam bosib oldi, ichkariga kirib oldi. Oxirgi kungacha ham keldi-ku qo'rq. Nima bo'ladi dedi. O'sha 1 soat qolganda ham o'sha. Yo bo'ldi, shu ushlab turishda, xuddi ani yukni ushlab turasiz-ku. Ani bitta xonaga qamab turasiz, shu xonadan chiqib ketmasin deysiz-da. O'sha qo'rquvni bitta xonaga qamaldi. Bizada-chi mana aqlimiz shunaqa ishlaydi o'zi. Aql yengillikdan постоянно qo'rqadi bizada. Ko'rmagan narsasidan qo'rqadi. Ko'rmagan yengillikdan. Lekin bu bitta tomoni haqiqatda. Lekin boshqa bir tomoni borki, qachon o'sha ruhingiz bilan jang qilmaguningizgacha, o'sha kelishib olmaguningizgacha yoki tan olmaguningizgacha muammolaringiz davom etaverar ekan. Masalan, men shuni his qildim. Ya'ni o'sha ruhim bilan ko'rishishimga, yolg'iz qolishimga to'g'ri keldi. O'sha xatolarim bilan qolishga, o'sha qilgan xatolarim bo'yicha va buni hammasi qiziq shundaki, tushunib boryapsiz va bir vaqt o'zida tan olishdan qo'rqmayapsiz-da. Masalan, bu zo'r narsa. Ki ahamiyatsiz bo'lib qolar ekan. Bo'ldi. Yo'qoladi. O'sha o'tib olish kerak ekanda, yo'l topib olasiz-da. Yo'lda hech bo'ldi, boshqa bir qanaqadir bir qo'rqinchli narsani o'zi yo'q ekan. Men bu muolajadan keyin men noshukur bo'lish xayolimga ham keltirmayman. Yo'q, menda yo'q o'sha noshukurlik. Norozichilik bor. Yo'q, norozilik, isyon yo'q. Qanaqa bu zo'r narsa ekanda. Isyon yo'q, norozilik yo'q. To'g'risini aytish kerak, juda o'sha qo'rquvni yengish o'zi oson bo'lgani yo'q, to'g'risi. Hech qanday Bizda gaplashdik biz bilan. to'g'ri. Ha. Sezdik albatta. Men qadam boshim qarab tur, siz yuring. O'sha bir-birimizni qo'llab-quvvatladik. Misol uchun men o'sha his qilganim o'sha men o'tib olganimdan keyin siz davom etdingiz-ku. Keyin ana o'shandan keyin qanchalik muhimligini, qanchalik kerakligini his qilganim uchun masalan men sizga Bizda aytdim. qo'rquvni katta bo'lgan sababi o'sha kundagi, chunki biza u to'g'risida mana samolyotga minsangiz yoki mashina haydashdan oldin yoki parashyutdan sakrashdan oldin so'raysiz, informatsiya olasiz. Miyaga informatsiya kerak-da. Shunda qo'rquvni yengadi informatsiya. Bizda u to'g'risida informatsiya yo'q edi-da. Faqat bitta gap edi, kirib chiqasizlar, o'zingizlar uchun informatsiya olasizlar deyildi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q edi. Ana shu eng katta qo'rquv bo'lib O'sha mana o'sha kerakli informatsiyani olish uchun bitta chorada, bitta yo'l, bitta maydon deymizmi, bitta vaziyat deymizmi va mana shu muhim edi. Va keyin qo'rquv o'zi aslida qo'rquv emas deb bilaman. Faqat o'sha tan olish. tan olish. Aynan shuni deyapman. Bo'ldi. Uni tan olganingizdan keyin xuddi ani qo'lingizga kishan taqadi, bo'yningizga egasiz bo'ldi. Ruhingiz oldida turasiz-da. Mana siz bilan men urushim mumkin. Siz o'zingizni govdingizga ishonasiz, men o'zimning kuchimga ishonaman. Men bunaqa adaraman, bunaqa adaraman deysiz. Lekin inson o'zi bilan o'zi urusha olmaydi. Ana o'tda urushadi o'zi bilan o'zi. Ana o'sha yerda yolg'iz qoladi o'zi bilan o'zi. Bu yerda mana shunaqa narsa borki, mana hozirgi kunda bilsa bo'ladi, mana inson bitta joyda xotirjam o'tira olmaydi, juda ham ko'pchilik insonlar. Nimaga voy buni qilishim kerak, men buni telefonga qarashim kerak, informatsiya olaveradi. Misol televizor ko'radi, uni to'xtatib turib ko'chaga o'rtog'im bilan gaplashimga, choyxonaga borishim, uni qilishim. O'zi bilan o'zi qola olmaydi. Bu yerda bu insonda muammosi borligi qattan biladi, inson o'zi bilan o'zi haftalab qola olsagina bu juda ham yuqori uровень hisoblanadi. Misol bitta xonada oddiy misol, mana siz yoki Oybek aka, siz bu muolajadan oldin bitta xonada bitta o'zingizlar 4 kun, 5 kun xotirjam, spokойно, telefonsiz o'tira olarmidinglar? Yo'q, men birinchi kun o'tira olmayman dedim. O'sha muolajani birinchi kuni bo'lgandan keyin yog'iga o'sha qiziqish boshlandi. Yo'q, muolajadan oldingi yashagan hayotingizda men o'zim ham o'tira olmas edim.
Misol uchun o'sha paytlarda yakshanba kuni bizda dam kunimiz bo'lgan bo'lsa, o'sha ishlagan joylarimizda yakshanba kuni ham shu o'tirmasamda chiqib ketsam-da ko'chaga. Nimaga? Chunki o'zim bilan o'zim qolishdan yoqmas edi. O'sha o'zingiz bilan o'zingiz qolganingizdan keyin xatolaringiz, qilgan ayb ishlaringiz anaqa qilishni boshlaydi. Ta'qib qilishni boshlaydi. Bizni aql bilan qalb boshqa narsa-da. Logikamizni bizni yaralganimizdan keyin nastroyka bo'ladi, quriladi aqlimiz. Lekin qalbimiz bu zavodskoy. To'g'ri yo'l qalb, aqldan qalb aqlli har doim. Lekin negaki mana insonlar aqlli odamlar anaqa qilgan, mana qilgan deydi, lekin o'sha aql o'rgatgan inson, o'sha o'rgatgan aqli unda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin maslahat bergan odamda ishlamasligi ko'p holatda 99% ishlamaydi. Shamolni boshqa bo'lishi. Chunki inson qanaqadir muvaffaqiyatga erishib ketganini sirini o'zi ham bilmaydi. Men aqlliman deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Bitta qalb turadi birinchi. Muvaffaqiyatga erishadigan inson nimadir ish qilishdan oldin chustut qiladi, his qiladi. Agar toza bo'lsa, o'zini butti samim saboy deydi-ku, o'zi bilan o'zi bir bo'lsa, o'shanda bizga qalb to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Sen mana ma'mil qilasan deydi. Uning uchun bizni qalbimizni eshitishimiz kerak. Qalbimizni eshitishimiz uchun xotirjamlik kerak birinchi o'chirtdi. Spokойствие va xotirjamlik va atrof muhitda nima bo'lsa, nima bo'layotgan bo'lsa, biz o'shanga nima deydi, qo'limizni ko'tarishimiz kerak. Bu tepadan bo'lyapti. O'zimizdan o'zimiz yoki birovlar bizga yomonlik qila olmaydi. Lekin qanaqadir holatlarda nimadir bo'ladigan bo'lsa, bunisi karma. Misol uchun bir inson kimgadir yaxshilik qildimi? Demak, u inson yaxshilikni qabul qilish do'govoriga qo'l qo'ydi degani-da. Hayot mana shunaqa ishlaydi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Uje nimadir ish qilasiz-ku, qilaverasiz bo'ldi, professional bo'lib ketdingizda, "Ey Xudo, bo'ldi, zerikni bundan ham kattarog'i yo'qmi?" deb so'raganingizda sizga shunaqa vaziyatlar keladiki, muammolar. Чтобы uni eski qilganingizni sochib yuboradi. Chunki siz kattasini xohlaysiz. Har bir seryozniyroq vaziyatga, уровеньga chiqish uchun undan oldin birinchi anaqa berilar ekan insonga, nima deydi? Sinov beriladi. Ya'ni bu sinovga chidolidimi bu? Ko'tara olidimi? Чтобы ko'chadan kelgan har bir insonga qo'liga muvaffaqiyat berib qo'yavermaslik uchun. Bu insonga kelgan sinovni men ragatkaga o'xshataman-da. Sinov qanchalik uzoq bo'lsa, cho'zilgani sari ragatka cho'ziladi ichidagi toshi bilan. Qanchalik uzoqqa cho'zilsa, bu uzoqqa uchadi. Bo'l sinov tugadigan bitta qo'yib yuboradi, ketdi u yoqqa, karra o'sib ketadi inson, muvaffaqiyatga chiqib ketadi. Endi mana Umid, o'zingizni o'sha paytdagi va hozirgi holatingiz bo'yicha nima deysiz? Nimani his qilasiz? O'zingiz hayron qoldiradigan narsa bormi o'zingizda? Menda hayron qoldiradigan narsalarni keyin aytib beraman. Hayron qoldirgan narsa, misol oldingi men o'ylashim, fikrlarim umuman masalan oldingi umid bilan masalan 2 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yildan oshgan bo'lsa, 3 yil bo'lsa, oldingi umid bilan hozirgi umidni katta farqi bor. Nima farqi bor? Siz boyaga aytib o'tganimizdek, misol qo'rquvlar to'g'risida gaplashgan bo'lsa, o'sha qo'rquvlar ya'ni mana shunaqa narsa bo'lardiki menda. Ya'ni odamlarni ajratish, ya'ni o'ziga qarab turib, misol tabaqaga qarab, misol puli bor, puli yo'q yoki ya'ni shartli bilan inson bilan munosabat bo'lardi, ya'ni ko'z ko'rona yoki mana shunga o'xshagan bir. Men shuni tushunib yetdimki, shu oxirgida ya'ni insonni, jamiki insonni shartsiz, ya'ni boricha qabul qilish. Ya'ni u insonni qandaydir Alloh bergan nuqsoni bo'ladimi yoki Alloh bergan unga bir qanaqadir darajasi bo'ladimi, past bo'ladimi, yuqori bo'ladimi? Ya'ni uni gap so'zlari ham boshqacha bo'lsa ham yoki u gapira olmasligi mumkin balkim. Ma'ni biz so'zimdan balkim yuqori gapirish mumkin yoki pastroq gapirish mumkin. Ya'ni shu insonlarni bir xil o'rinda ko'rish. Ya'ni Alloh har ma'ni bir xil o'rinda ko'rganda biza ham inson bilan gaplashayotganda bir xil. Ya'ni ajratmaslik. Shu narsani tushunib yetdim.
Ya'ni bu narsani insoniyatni boricha qabul qilishi, ya'ni yaqinlaringizni shartli emas. Ya'ni kimnidir nimasidir uchun yaxshi ko'rish emas yoki kimnidir nimasidir bori uchun hurmat qilish emas. Ya'ni o'sha odamni odamgarchiligi, ya'ni unda o'sha boyga yetayotgan, tarilayotgan nur, og'zidan chiqayotgan yaxshi so'zlar boricha qabul qilish kerak va boshqa insonni ham boricha o'sha yomon so'zlar bilan yoki negativ gaplardan boricha u insonni ham boricha qabul qilish. Chunki bu yerda mana bunaqa narsa bor. Bitta narsani yaxshilab tushunishimiz kerak. Inson qalbi nima bilan to'lgan bo'lsa, o'sha narsani chiqara oladi. Misol uchun ilon bolasini olib turib asal bilan boqqanimiz bilan u baribir asal bera olmaydi. U chaqadi faqat. Zahar bilan. Mana misol uchun har bir inson qalbida nima bo'lsa, o'shani gapiradi. Qalb to'la negativ, alam, nafrat bo'lsa, o'shani gapiradi. Qalb to'la xotirjamlik, xursandchilik, baxtlilik bo'lsa, уважение bo'lsa, mana shuni gapiradi. Qalb to'la minnatdorchilik bo'lsa, o'shani gapiradi. Bo'ldi. Umidda mana shu narsa paydo bo'lgan. Mana umid buni farqlashni bilgan, his qilishni o'rgangan va bu odamlar boricha bu zo'r narsa aslida. Chunki qachonki siz odamlarga umuman olganda tepadan qarash bor-da, mana tepadan teng qarash munosabatga kiradi-da. Hattoki so'zlashayotganimda ham menda shunaqa bo'lardiki, odamiga qarab turib, misol, uni darajasiga qarab turib so'zlash ham bor. Ya'ni bu narsani noto'g'riligini, ya'ni jamiki inson boricha qabul qilish kerakligini shu narsani tushunadi. Endi uning uchun siz inson o'zini o'zi qabul qilib olish kerak. Birinchi o'chirib. Men yana nima topdim desangiz, men xotirjamlik topdim. Ya'ni men oldin bu sohaga kirishimdan oldin, ustozimga shogird bo'lishimdan oldin tijorat qilardim. Va men tijoratimda hozirgi boy yetganlardek xotirjamlik bo'lmasdi. Aka-puka bo'lib, mana shu telefondan qilib, yolg'iz qolishga boy o'tib o'tganingizda yolg'iz qolishga, o'zim bilan bo'lishga, ya'ni xohlamasdim. Yashashga. Yashavamiz deymiz. Yashavamiz deymiz, lekin xotirjamlik. O'zimizni yolg'iz qoldira olmas edik. Nimadir bo'sh qoldimi, telefon yoki nimadir qoldikmi, yoki nimadirga chalib. Ya'ni shu tijoratlarimizda ham har xil endi bo'lardi, tushishlar bo'lardi, yiqilishlar bo'lardi. Shu narsalarni yana men shu biznesimizda yiqilganda, ya'ni har bir insonni yiqilganda tajriba oladi-da. Shu narsalarni biz tajriba olishgacha hattoki bilmaganmiz-da. Ya'ni xatolarimizni mana shu yerda xato qildik, mana shu narsamiz. Bu narsani qachon bildim desa, mana shu jarayondan keyin men tushunib yetishni boshladim. Ya'ni aniq, ya'ni yarki deydi-ku, bu narsani shundan keyin men tushunib yetishni boshladim. Ya'ni xatolarimni ko'rishni boshladim. Va men oldimga yurish uchun meni ushlab turgan, ya'ni ipsiz bog'lab turgan, meni kelajakda qilgan xatolarim meni shu narsada oldinga yurish uchun, ya'ni meni ushlab bog'lab turganini men tushunib yetdim. Qachonki bu narsalar bo'ladi, bu narsalarni bilasiz, nima sizni ushlab turibdi, hayotingizda nima xato qilgansiz, nima kim bilandir kelishmovchilik bo'lgan, kimdandir tijoratingizda qanaqadir vaziyatda to'g'ri bo'lgan, shu narsalarni to'g'rilashingiz kerakligini va borib shu narsa kerak bo'lsa kechirim so'rab, uzrini so'rab yoki orani isloh qilib to'g'rilash keragicha borish kerak. Ya'ni bu narsani to'g'rilamasa, keyingi insondagi unga bizga bo'lgan nisbati qalbi, ya'ni og'riq his qilib turadi. Yana bitta narsani men aytib ketaman, bu muolajani uchun men bunaqa narsaga o'xshaydi. Mana mashxonani bir insonning qalbi desa, qiynalib ketgandan inson bitta xonada o'zi yolg'iz qola olmaydi, chiqib ketishni xohlaydi. Lekin biza mana shuni ko'rsatamiz u insonga. Mana bitta ish bor desangiz, yo'q deyapti, shu mamta deyapti, boshini urib yorib tashlayapti. Voy, bu men topa olmadim, bu qiynalyapti, ketyapti. Keyin kelyapti. Mana bitta ish deyapmiz. Yo'q, bitta ish deyapti, boshini urib yorib ketyapti. Bu narsa mana shunaqa narsa. Chiqish yo'li. Lekin bu narsani birinchi o'chirtdachi bizni tan olishimiz kerak ekanda. Bizni kimdirmasligimizni, mohiyatni o'zini tushunishimcha tan olish ekan. Tan olishimiz kerak. Koronani yechish kerak bo'ldi. Bizni kurashayotgan odamga xuddi mana tasavvur qiling, Dubaydagi qum sahrosini glavniy egasi bilan bir dona qum zarrasi talashyapti-da. Kim yutadi? Bitta podsho bo'lgan ekan. Men hammani yutaveraman, zo'rman, kuchliman degan ekanda, qani yaratganing bilan ham nima qilaman, nimadir degan paytlarida
juda katta armiyasi bo'lgan ekan, juda katta puli bo'lgan ekan. Bir kuni ovqat yeb o'tirgan paytida, choy ichayotganida burnidan kichkina chivinchi kirib turib, shu miyasidagi nafas yo'lini chaqib o'ldirgan ekan. Shuning uchun korona bizaga emas-da. Korona bandasiga emas. Misol uchun meni fikrim. so'z ortiqcha gapirish ham yo'q. Mumkin emas. Ortiqcha gapirish mumkin emas. Qachon his qilganimiz o'zimiz yetib borgan gaplarimizni gapirishimiz kerak bo'lardi. Men bilasizmi, keyin nimani his qildim? Ikkinchi kuni men his qilgan narsam bu rang o'zgardi. Men ko'radigan ranglar tiniqlashdi, yorqin bo'ldi va buni masalan mana beixtiyor e'tirof etar ekansizda, haqiqatda tiniq, yoqimli, yorqin, qiziq, tushunyapsizmi? Tortadi-da. Ya'ni o'sha ichingizda nimadir ham o'zgarganini sezasiz. Mana sezdim masalan, men haqiqatdan ranglar o'zgardi. Men his qildim. To'g'ri. Mana bunaqa narsa ham bor. Misol uchun mana choy ichamiz-ku. Misol uchun men choy ichsam, uni ta'mlariga bo'linib ketadi choy. Oldin bitta choy ichgan va choy ekan deb keturganmiz. Ya'ni bitta dona pomidorni tishlasam, mazasi uni ichida 100 xil maza bor-da. Ajratishni boshlaydi inson. Bitta pomidor yeganini pomidorni mamutda mana bunaqa qovun maza kelyapti. Misol uchun mana bunaqa bodring maza kelyapti. Mamut lekin u pomidor. Oldin pomidor ekanini yeb keturilgan. Lekin hozir bitta pomidor yeb, misol uchun chaynagandan keyin, bu muolajadan keyin inson vkusovoy retseptorlari yorilib, tarqalib ketadi, ochilib ketadi, kattalashib ketadi. Va yana bir tomoni borki, o'sha bitta shu bakaldagi suvni o'zi shirin, masalan, kifoyalanar ekansiz. Meva bilan deylik, 2 dona meva yesangiz hamda va qolgan o'sha nafsni ham esdan chiqarish mumkin ekan. Nafsingiz bilan ham kelishsangiz bo'lar ekan va bu eng qizig'i shundaki, o'sha nafsni ham yengsa bo'lar ekan degan narsa ham bu o'tadi bu jarayonda. Nafs haqiqatda dunyo mana shu to'g'ri, ko'pchilik biz bandalar, biz nafs bandasi bo'lib qolganmiz. Hamma manfaatlar nuqtai nazaridan ham harakat qilamiz. Baribir nafs turadi-ku, lekin mana shu oddiy suvni o'zi, mevani o'zida biz shu misolida nafsni jilolash mumkin ekan. Orttirilgan bo'ladi. Hamma narsamiz orttirilgan, nafsimiz. Ha, albatta. U hammasi fikrlar orqali. Bu fikrlarni har bir asosan fikrlar orqali. Har bir fikrni o'zini anaqasi bor, boshqaradigan narsalari bor. Endi u fikr insonning tanasida yashaydi, qalbida yashaydi. Doim bitta gap aytaman. Odamni fikri bo'ladi, fikr boshqarish kerak. Fikri teranroq, yorqinroq, qiziqroq bo'lsa, hayot ham shunaqa bo'ladi. Shunaqa. Gap masalan televideniya bilan bog'liq, radio bilan bog'liq, u gap ovozda emas, ovoz chiroylikda emas, fikringizda. Fikringiz boshqaradi, fikringiz ovozingizga javob berib, joziba bag'ishlashi mumkin. Shu fikr qalbda bo'ladi, u yuzga berib yuboradi. Yuzga berib yuboradi. Bu yerda shunaqa narsa borki, inson nega ko'pchilik anaqaga kirib ketadi, har xil qaramliklarga, ichkilikka yoki har xil narsalarga kirib ketadi. Maqsadi xotirjamlik xohlaydi. Lekin xotirjamlik topish uchun iminni o'sha qaramlikka kirish yoki nimadir qilish yoki boshqa narsalar qilish shart emas. Xotirjamlik tashqarida bo'lmaydi, xotirjamlik mamutda bo'ladi, qalbda bo'ladi, inson ichida bo'ladi. Faqat shu xotirjamlikni xalaqit qilayotgan narsalarni olib tashlash kerak. Bo'ldi. Bu yerda inson tushunadiki, bu o'zi bilan o'zi urushib yurganini tushunadi-da bu yerda. O'zi bilan o'zi mana insonning qachon so'zi kuchli bo'ladi? Inson qachonki rost gapirsa so'zi kuchli bo'ladi. Chunki aql bilan qalb birlashadi. Men anaqa bo'yicha ham o'qib chiqqanman-da, mutaxassis hisoblanaman, detektor lji bo'yicha. Yolg'on gapirayotganini, mimikalari bor, tana tili degan narsalari bor, apparatlar bor taqilib. Inson yolg'on gapirganda tana kuchsizlanib qoladi. Tashqaridagi odam qanaqadir odamni sezmaydi. Lekin bu muolajadan o'tgan odamlar agar yaxshi o'tgan bo'lsa, ko'p o'tgan bo'lsa sezadi. Odam o'zicha men ichingiz yetib turadi, yolg'on gapiryapti-ku, bu deydi. His qiladi. Lekin yolg'on gapirayotganini bilib turib, siz unga shans berasiz, возможность berasiz.
yolg'on gapiradi, возможность beradi, shans beradi. U baribir nima qilayotganini keyin ko'rsatadi, uni kasalni bekitsang ismasi oshkor bo'ladi deydi-yu. Bu ham xuddi shunaqa. Inson qachonki rost gapirsa, so'zi kuchli bo'ladi. U so'z inson kimnidir mana misol uchun oynai jahonni videoda ko'rganda uni so'zi jalb qiladi u insonni. So'z quloqdan kirib turib qalbda ildiz otadi. Daraxtga aylanadi. O'shaning uchun har doim so'z rost bo'lsa, tana va tana yordamlashadi so'z kuchli chiqishiga. Agar so'z yolg'on bo'lsa, tana aralashmaydi. Sraz 50-60% ga tashab yuboradi. Tana tashab yuboradi. Bu apparatda ham ko'rsatib turadi pulsatsiyada. Bekor o'ylab topilmagandir. Bu mana shunaqa. Ya'ni qalbga qarshi gapirilayotgan bo'ladi, aql. Aldayotgan. Qalbni aldab bo'lmaydi birinchidan. Qalbga yomonlik qilib bo'lmaydi. Qalb kimniki? Tetaniki. Qalb bilan hazillash bo'lmaydi. Birinchi kuni chiqqanimizdan keyin ham aytdim, qo'limga qarab turdi, bizdan bor edi. Suv ichdi, suvda har bir suvning o'zini mazasini his qildi odam. Xuddi mana bunaqa narsada, ya'ni Tabiatni ko'rdingiz. tabiat qanaqa chiroyli chiqqanini. Keyin bitta narsani his qildim. O'sha muolajadan keyin mana bizni yoshimiz katta bo'lib turib, xuddi ana chaqaloq yengil informatsiyani tiqadi-yu o'ziga. Shunaqa bo'ldi. Hozir aytdingiz-ku, pomidorni ichida 100 xil ta'm borligini sezdim deyapsiz-ku. Xuddi shunaqa bo'ldi. Bilasiz nimaligini. Misol uchun yangi o'sayotgan bola bilmaydi pomidor nimaligini, yeb ketaveradi, to'g'rimi? Biza o'sha o'sib bo'lganmiz, katta bo'lganmiz, lekin har bir narsani ichdigina, buni xotirjam yeyish kerakligini, shoshmasdan, keyin aytganingizdek bitta dona suv bilan ko'nt qilsa bo'lishini, uni hamma narsani faqat xayol boshqarar ekanda, o'y boshqarar ekanda. Mana shunaqa narsalarda o'sha bosib o'tgandan keyin odam juda maza qildi-da, xursand bo'ldi, boru. Xotirjam bo'ldi. Har bitta kunda aytdim, bu menga kerak. Bu menga kerak edi. Ikkinchi kuni ham aytdim. Ranglar o'zgarganda, qarashlarim o'zgarganda, men oynaga o'zimga qaraganimda nima deydi? Boshqacha demaymiz, qanaqadir haqqida yuzimda nimadir paydo bo'lganini ko'rganimdan keyin, yo menga kerak ekan bu narsa. Men qabul qilishni boshladim. Ha, qabul qilishni boshladim. Tushunasizmi? Men oldin o'zimni yuzimdan zerikishni boshladim-da, gap pochi. O'zimiz qanaqa qilib buzish mumkin, bu yuzni qanaqa o'zgartirish mumkin? Demoqchimanki, mana shu narsa. Bu yerda shunaqa narsaki, hayot qadrliligini tushunadi-da inson. Bu to'g'ri ekan. Biza oldin faqat pulim bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, qadrli bo'laman, boy bo'laman deb ana illyuziyaga ishonib yurilganda. Lekin bu narsalarni pulga sotib bo'lmaydi buni. Qanaqasiga misol uchun? To'g'ri. Endi bitta narsa bor-da, erkak kishi doim yig'lamaydi-ku, bekitib yig'laydi, lekin yig'lash kerak. Lekin yig'lash kerak. Yig'lash uchun bir qanaqadir yosh o'tgan sari o'zidan o'zi bir emotsiyaga belgilanadi, his hayajonga, his tuyg'ularingiz uyg'onib ketadi. Bu boshqa narsa, lekin portlash ichingizdan o'sha narsani chiqarib olsangiz, bu sizda yana bir o'sha yangilanish bo'lar ekanda. Mana shu bahona menda ham o'tdi, bu mening Umidda ham o'tgan, Azimda ham guvoh bo'ldim. O'sha holatda o'tdim. Menda o'sha yig'ini chiqarib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu unaqa yig'i bilan bu yig'ilish bir farqi bor ekanda. Hayratlanishingiz, tinmasdan tan olasiz, iqror bo'lasiz, bu zo'r narsa. Insonni mana shunaqa narsa borki, boshqa lичностьga o'zgartirish kerak-da, lekin u insonni boshqa lичностьga o'zgarishi uchun miyasidagi ustanovkalari yo'l qo'ymaydi. Aqli yo'l qo'ymaydi, ya'ni svязь ochiladi-yu, misol uchun. Aqli yo'l qo'ymaydi, yo unaqa emas, yo sen erkaksan, yig'lashing kerak emas. Yo sen qattiq bo'lishing kerak, baquvvat bo'lishing kerak. Unaqa bo'lish kerak. Kim uchun baquvvat? Kim bilan urushadi? Kim bilan talashadi? Yillar davomida yig'ilgan o'sha emotsiyalar, ya'ni his-tuyg'ular o'sha paytda, ya'ni ochilar ekan, o'sha narsani qo'yib yuborlar. Men aytmoqchi bo'lganim shu hozirgi munosabatda gaplashayotganimiz bu narsalarni xalaqit qiladigan, ya'ni ustoz mana aytsangiz, ego, to'g'rimi? Ya'ni degan narsa menni ildizi nimagadir qurilgan bo'ladi. Kimnidir yoshligida nimadir yetishmagan bo'lsa yoki kimni nimadir bo'lsa, o'shani aksini, ya'ni o'zini
ko'rsatishga harakat qiladi. man qila olaman. Man qila olaman, qo'limdan keladi. Kimdir misol uchun ochlikda o'tgan bo'lsa, uyini xolodilnigi, man misol uchun menda shunaqa mijozlarim ko'p bo'lganda, xolodilnikda bitta joyni mashincha joy ochib qolsa ham korzinkaga borib yoki korzinkaga shu bozorga borib turib savat narsa olib kelib tiqaveradigan. Lekin bu muammo bilan 20 yillab yashagan u. Lekin bilmaydi nega. Biz muolaja qildik, ketdi shu muolajasi. Bildi yoshlikda och qolib ketgan. Keyin yana bitta mijozimiz har hafta butikdan kiyim oladilar. 4 ta 5 ta har hafta. Uyim to'lib toshib ketdi dedi. Har kuni yangi kiyaman dedi. Lekin dedi, kiyomasdan o'sha beraverman qarindoshlarimga, lekin to'xtatmayman dedi. O'ziga juda ham to'q oilada to'xtata olmayman buni dedi. Buni ildizi o'sha yoshligidagi kiyimsizlik. Ko'p ana teshuvchi bo'lib qoladi-da bu kichkinaligidagi. Endi u kattalashgan sari bu ham katta bo'laveradi. Misol uchun kichkinaligida bitta kiyim olib to'ygan bo'lsa, kattalashganda 10 ta olsa ham to'ymaydi. Lekin nimaga otganini o'zi bilmaydi. Bu ham xuddi shunaqa misol uchun. Nimaga misol uchun kimdir bilan nimadir gaplashdimi? Mana misol uchun bilasiz, kimdirlar hadib qo'sha qayta uy ovuradi. Uyi bo'ladi, yana uy oladi, uy bo'ladi, yana uy oladi. Yoki kimdir qayta bitta ish qilaveradi, bo'lsa ham misol uchun. Uni tagida ildizi mana shu. Albatta, hammasi Lekin negizida boshqa narsa turadi. Yoshligiga olgan travma. Yoshligidagi o'sha narsa erisha olmasligidek, erisha olmayman degan. Bu bilmaydi o'zi nima qilayotganini. Bu ham xuddi shunaqa. Mana misol uchun bu muammo, mana misol kimdir 50 ta mashina oldi, yana 51-sini ham oladi, 52-sini ham oladi, lekin nima olayotganini bilmaydi. Bu tegida travma. Lekin mana mashina o'zgartirsa, o'sha boshqacha fikrli deysan, mundoq qiladi deb. Mana shu 50 ta mashina meniki, nima yo'qkan, men tushunmadim deydi. Mana shunaqa ishlayveradi. Xotirjam bo'ladi, lekin to'xtaydi o'sha narsa. Odamda to'yish boshlanadi. Ya'ni misol uchun mana uy oldingiz bitta, keyin yana uy oldingiz, ikkita, 3 ta uy oldingiz. Lekinchi mamlatingiz to'ymaydi-da. Ovurasiz yana. Yana olasiz, yana lekin mamlatingiz hech to'ymaydi. Keyin bu muolajadan keyin tushunib yetadi. Nima 98 ta uy olib tashaganman deydi. Nimaga menga kerak bo'lgan? Lekin o'zi bilmaydi inson nima unaqa qilayotganini. Xuddi hamma narsa xuddi shunaqa. Har bitta kundan keyin kimdir esladim, yaqinim esladim, o'sha sal gap talashganlar bo'lishi mumkin yoki shunchaki gaplashib uzoqlashib qolganman yoki blokka tiqqanlarim bor, misol uchun men shularga juda oddiy qarashni boshladim va o'zim telefon qildim masalan. Ya'ni o'sha holatdan ham va buni hammasi oddiylashishi va hammani o'zini boricha qabul qilish kerak va misol bu qo'rqinchli emas ekan. Aksincha siz yengil bo'lasiz. Iginamni olib tashladim. Faqat takrorlamaylik, bo'ldi, tamom degan narsalar bo'ldi. Inson hayotda mana shunaqa ekanda, hammadan idealizmni kutar ekanda. O'zi misol uchun chestni ideal bo'lsa, nega u chestni emas, nega ideal emas? Nima gaplashilgan gapiga javob bermayapti? deb turib, o'zini urovini bilan uni urovini solishtirar ekan. Prosta u ideal emasmi, tushunmayaptimi? To'g'ri tushunish kerak. U shunaqa o'zi bo'la olmaydi. Unga darslar bor hali u ko'tarilishiga. Muvaffaqiyatda asosiy siri ko'p holatlarda gapirgan gapiga javob berish, qilayotgan ishiga lafzida turish, so'zmi javob berish kerak. Eng qiyin narsa mana shu. Bitta vaqtga kelishildimi, bular bu hammasini yig'ishtirib bo'lsa ham qilish kerak, yo'qsa bermay lafz, tamom. Biz kerak bo'lmagan o'pkagina, xafagarchilik, keraksiz informatsiyalar bilan biz umrimizni qorong'ilashtirib olar ekanmiz, demoqchiman. Hozirgi vaqt g'animat, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Endi oldingida ko'proq men qadrlaydigan odamman, gap ochig'i. O'shandan keyin qarindoshlarimni yo'qolagani bordim, nima deydik, bolaligim o'tgan joyga borib necha yillar o'tib ketdi. O'sha odamlarni ko'rishdim. O'sha kerak edi. Mani dilimga tushdim, shu narsani qildim, bilyapsan, men kuch oldim, energiya oldim-da, ketyapman. Endi men uchun
men uchun deylik har daqiqa deylik men uchun g'animat va buni muhimligini bildim. Esimni taniganimdan beri men chiroyli yashay mayli, lekin o'zim oyog'imda yurgan bir paytida ketish xohlayman va bu umrim unaqa uzoq bo'lishini haqida o'ylamagan. Men munosibroq yashash uchun balki o'zimga shunaqangi ustonovka berganman aslida. Ya'ni g'animat deyishim kerak va chiroyli ketish ma'nosida. Lekin mana shu nimadan o'tganimdan keyin men bu narsani endi o'ylabroq aytishim kerakligini va bu meni ixtiyorimdan tashqaridaligini iqror bo'ldim. Yo'q, endi men shoshilmayman. Bu 4-kunda xulosasi va nima uchun deylik 3-kunda bo'lgani yo'q, bu 4-kunda bo'ldiki, tushundimki shu narsani men shuni his qildimki, meni ixtiyorimda bo'lmagan narsaga men banda sifatida javob bera olmayman. Hatto bu yaxshi niyat bo'lishidan qat'iy nazar. Buni men belgilamayman. Men yashashim kerak. Alloh bergan umrda yashayman, munosib yashayman. Qachon o'zi nasib qilganida ketaman. Va bu men uchun dahshatli o'zgarish bu, bilyapsizmi? Xulosa bu menda yo'q edi. Menda bunaqa xulosa bo'lmagan. Men shoshilaman doim. Shoshilaman. Bu narsadan keyin, masalan, o'sha boshimdan o'tkazganimdan keyin yo'q, men qaror bo'ldim, yo'q, men shoshilmayman. O'zi qachon meni taqdirimga bitgan bo'lsa, o'shanda ketaman. Va bu meni eng go'zal qarorim bo'ldi. Men eng muhim narsani tushundim. Eng muhim narsa shu edi. Bu yerda yana shunaqa narsalar borki, mana hayot insonni rivojlantirishga qaratilganda o'zi. Misol uchun, mana siz aytdingiz, muolajadan keyin shu o'sgan uyimga borib keldim dedingiz. Mana shu o'sgan uyingizga borib kelish oldin siz uchun yami bo'lganda, Oybek aka, chuqurcha. Chuqurcha bizni energetika olamiz-ku. Energetikamiz teshuvchi bo'ladi, o'sha chuqurchaga ketaveradi. Shuning uchun o'sa olmaymiz biz. Bu yopilmaydi hech qachon. Qachonki borib o'shani hal qilib kelganimizdan keyin yopiladi. Bu mana shunaqa ishlaydi. Insonni mana har bir xohishi bor, Mana xohish любой hammasi amalga oshadi. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Tem более mana lecheniyadan keyin, mana shu muolajadan keyin insonning xohishlari amalga oshib ketadi. Juda ehtiyot bo'lish kerak bu narsadan. Lekin eng qizig'i xohish ko'paytirib tashlash kerak emas. Buning uchun sotsiyetda ko'p o'tirish kerak emas. Nimaga? Siz o'sha narsani xohlab qoldingizmi? Xohlagan narsangiz yozuvingizda turishi kerak sizni. Qachon o'shani yopmaguningizcha keyingi o'ringa o'ta olmaydi inson. O'shaning uchun xohishlarimizni yopa olmasdan biz buksovat qilib qolib ketyapmiz. Qiyin. Mana voy men insonga yaxshilik qilarim, pulim ko'payib ketganda dedingizmi? Yozishimiz kerak o'shani. Pulimiz ko'payganda qilishimiz shart. Qilmasak pulimiz ko'payadi, qilmadim, yana pulsiz qolamiz, yana o'sha vaziga tushamiz. Yana pulimiz ko'payadi. Endi u esimizdan chiqib ketgan, qayerdan nimadir xohlaganini qidirib toping u yog'ini keyin. Bu yerda so'zga ham mana hozir aytib o'tganingiz so'zga ham e'tiborli bo'lish kerak ekan. Bu yerda insondan chiqayotgan so'zini, gapirayotgan va'dasini, ya'ni o'shanda va'dasida turish kerak ekan bu yerda. Bitta narsa ham borki, biza mana inson boya ham aytdim-ku. Misol bir inson ideal bo'lsa, chestniy bo'lsa, narigi insondan ham ideallikni, chestniylikni kutadi. Misol uchun. Lekin u inson ideal emasmi, chestniy emasmi, biz undan xafa bo'lishimiz kerak emas. Prosta u shunaqa odam, tushunishimiz kerak. Misol uchun biz ilondan asal kutmaymiz-ku, yoki asallardan zahar kutmaymiz-ku. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak ekanda. Misol uchun ilon bilan gaplashib qoldikmi? Demak, u ilon asal bera olmaydi. Normal, o'zining joyi. Vaqt soati bilan o'sha mana shu yon atroflarimiz sekin-sekin o'zgarib ketishni boshlaydi. Bu mana shunaqa ishlaydi bu. Bizga moslar o'zi hayotda hamma narsa vibratsiyadan iborat bo'ladi-yu. Misol vibratsiyani ko'taradigan narsalar nima bu? Misol uchun rostgo'ylik. Misol uchun yolg'on gapirmaslik deylik. Yolg'on gapirmaslik bizni bitta narsani yolg'on gapirmaslik emas, yolg'on gapirmaslik keng qamrovli narsa-da-yu, misol uchun. Ya'ni xiyonat eng katta narsa sotqinlik deylik. Misol uchun biz bitta narsani kelishdikmi, misol uchun kimdir nimadirga sotqinlik qilib ketdimi, bo'ldi, buni o'zi sotqinlikka kirmaydi. Misol uchun qilayotgan ishimizga sotqinlik. Misol uchun biz
mana misol uchun shaxsan men insonlarni misol davolovchi bo'ladigan bo'lsam, men qilayotgan ishimdan boshqa narsani qilishim kerak emas. Qo'limni yerini chopishim mumkin emas. Bu ishimga sotqinlik bo'ladi. Men ko'chaga chiqib mashinamni yuvib ketishim mumkin emas. Ya'ni mashinani yuvadigan mo'ykachilarni pulini men ularga bergim kelmayapti, o'zim manfaatlarim uchun ishlatyapman. Bu o'g'irlikka kiradi bu. Uni bir ikkisin возможностini, shansini men o'g'irlayapman o'zimga. Misol, povurmi? Povur ovqat qilish kerak misol uchun. Men o'zimning ishim bilan mashg'ul bo'lishim kerak. Misol uchun povur ovqatiga pulini to'lashim kerak, ovqatini qilib yeyishim kerak. Mana shunaqani buni oladigan bo'lsa, sotqinlikni keng qamrovli sotqinlik, bu chuqur narsada bo'ladi juda ham. Nimaga aytolman? Sekin qadam kunma-kun to'g'rilaganimiz sari hayotimiz yaxshilashaverar ekan-da bu. Yana bitta narsa bor. Bitta juda ham millioner odam bayram qilayotgan ekan. Shu bayramida ustadan pulini ekonom qilibdi-da, nima narvon qo'yaman, o'zim qilib chiqaman debdi-da. $100 ekonom qilibdi, narvon bilan chiqib turib, polni anaqalarni o'zi ilib chiqibdi, chiroqchalarni-da. Ilib chiqqan ekan, oxirgisini ilayotganda narvon yiqilib yerga tushibdi. O'lmabdi, haligacha davolanar ekan. $1 million bor odam $100 yutmoqchi bo'lgan. Lekin o'lmagan, haligacha davolanar ekan. Bu mana karma mana shunaqa ishlaydi. Sotqinlik. Endi bizni sotqinlik, o'g'irlikni qanchalik tushunganimiz sari urovnimiz oshib boradi. Atrofimizda shunaqa odamlar, chestniy odamlar sekin-sekin yig'ilishni boshlaydi. Sizga qachondir tushuntirib berishlari kerak bo'lgan narsani, deylik, o'sha davolanish jarayonidan keyin o'zingiz yolg'iz qolib tushunib olasiz. Yana tushunib yetdim, o'sha hamma uchun emas-da bu. Faqat hayotda nimagadir erishgan, urovingga chiqqanlar uchun bu. Chunki nimagadir erishmagan odam bunaqa licheniya qilib qilganingiz bilan prosta foydasi yo'q-da u. Uchun fikrlash kerak. Shunga yetib borish kerak-da. Bu yo'li qolmagan. Javobgarlikni his qilgan odamlar. O'zini axtarib qiynalib qolgan odamlar uchun ham desa bo'ladi bu narsa. O'zini uzoq axtargan bo'lish kerak. Yo'lsizlikdan, deylik, hamma narsasi bo'lishi mumkin, lekin eng muhim narsasi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha muhim narsasi ko'ra olmayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Mana shu narsa yo'q, bu odamni o'zini o'ziga ochib bermaguningizgacha, o'zi bilan o'zi yolg'iz qoldirib, xatolarni tan oldirmaguningizgacha, deylik, nimadir o'zgarishi, keskin o'zgarishi qiyin. Lekin bu narsa bu yordam bera oladi. Bu yana nima borki, bunda eng zo'r jihatlardan bu birinchi oilani birinchi o'ringa qo'yish kerak to'g'risida ham. Ya'ni oilani qadrlash kerak, farzandni, oilani, ya'ni e'zozlash kerak. Biz oldin nima qilardik? Qo'pol bo'lsa ham endi yeganimiz, ovqat qilganni ham rahmat etmaganmiz-da. Ya'ni ovqat qilganda ham rahmat yerdik, qanaqadir aybini topishga harakat qildik yoki sho'r bo'lib qolsa yoki nimadir kamchilik bo'lib qolsa, shuni axtarishga va shunga shu narsani daka berishga harakat qilardik. Ya'ni uni anaqasini tushirishga. Bizni qanchalik unga minnatdorchilik bildirganimiz sari menda shunaqa narsa bo'ldi-da. Menda qanchalik unga rahmat etib, shunchalik minnatdorchilik bildirganim sari va oilada ham bu narsa katta deganda ta'sir qilar ekan. Ya'ni yon atrofdagi farzandlarimizga ham bu narsa juda katta ta'sir qilar ekan. Ya'ni oilada bu narsani ko'rish qanday bo'larki, oilani qanaqa oilada xuddi kelib ketib, xuddi ijaraga o'xshab kelib ish bilan ketasiz. Oilani eshitmaysiz, farzandlarini eshitmaysiz, o'zingiz ish bilan yurasiz, ta'minlab qo'yayapman deb o'ylaysiz, lekin u yoqdagi qolgan narsalar va qilish kerak bo'lgan javobgarlik narsalar qolib ketar ekan. Bu shunaqa muolajadan keyin shunaqa narsalarni tushunib yetar ekanski, oilani qadrlash, ya'ni birinchi ayolingizni tushunib yetishingizni, ya'ni bu ayol shu uyga kelib farzandlarni tarbiya qilyapti, sizga qaryapti, ovqatlarni qilyapti, shularga rahmat, minnatdorchilik etish kerakligini tushunib yetish kerak ekan va eshitish kerak ekan ayol. Ya'ni biz oldin ayolni eshitmas edik-da, ayollarimizni qanaqadir gaplardan, ozgina qisqa gaplardan tushunib, u to'sqinlik qilardi. Uni fikriga yoki qanaqadir bizga munosabatlarga ya'ni chek qo'yardik.
Shu narsalarni tushunib yetdiki, ya'ni bu narsalarni eshitish kerak ekan va u ayolda qanchalik biza xursand bo'lgan sari, ya'ni bizadan rozi bo'lgan sari oilada ya'ni baraka bo'lar ekanda. Bu qayerdan kelib chiqadiki, bu shu muolajadan keyin, ya'ni o'sha boya aytganim man degan narsani yo'qotganimizdan keyin. Chunki inson mana shu manni yoshligimizda akamizdan, ukamizdan, amakilarimizdan ko'rib o'sib turib shunaqa munosabat qilamiz edi. Agar misol uchun bizni kichkinaligimizda akamizdir, ukamiz, amakimizdir misol uchun boshiga qo'yib ko'tarib mamna qilinganda, unda o'ssa, biz ham shunaqa o'sardik ko'p holatlarda. Bunaqasi o'ssa, bunaqa aytolman, hamma narsa orttirilgan hayotda. Mana hozir qiziq, yana bitta qiziq fakt bo'lgan narsa aytishim kerakki, bu haqiqatdan ham menda unaqa oldin bunaqa istak paydo bo'lmagan, chunki men ayolimni deylik ismi bilan chaqirganman-da, lekin o'shanda menda ayasi degan narsa, chaqirish kerak degan narsa paydo bo'ldi. Va endi juda qiziq narsa-da, bu juda qiziq narsa. Masalan, hech qachon praktikangizda bo'lmagan-ku bu narsa. Va siz kelyapsizda, endi to'g'ri biz o'zbeklarning onasi deb aytiladi, lekin shu masalan deylik 55 ga kirib turib endi bu narsani shunaqangi chaqirish paydo bo'lgani juda qiziq bo'ldi menga. Shunaqangi tomonlari bor. Bu yerda yana anaqa narsa ham borki, mana misol uchun ayol kishiga biza qulga o'xshatib munosabat qilsak, qulli eri bo'lamiz misol. Biz ayol kishiga qirolichaga o'xshatib munosabat qilsak, qirolichani eri bo'lamiz, qiroli bo'lamiz. Bu aytadi-yu, hamma, ko'zingni oldida turibdi deydi-yu. Lekin yo'q, biz masjidda uramiz degan. Muvaffaqiyatga erishish asosan sirlari bu oila. Birinchi o'rinda juda katta anaqada oila. Biz o'zim to'g'riman, cho'tka qilib qo'yaman, hammasini zo'r chiki deymiz-u, lekin rostakam xatoyimizni qachonki tan olganimizdan keyin o'zgaradi hamma narsa. To'g'ri. Oldimizda oqagan suvga qadriga yetmaymiz. Shunaqa nimagadir biz boradigan joyimiz o'sha oila bo'lishi kerak. Biz yaqinlarimiz, biz suyunadigan, biz bag'riga bosadigan va har qanaqa vaziyatda deylik ehtiyot qiladigan bu aslida oila. Faqat biz endi o'sha munosabatimizni va hatto bu oilaga munosabatimizni ham masalan biz qayta ko'rib chiqdik. Yomon bo'lmagandir, lekin yana boshqatdan ko'rib chiqdingiz, yana boshqacha qarash boshlayapsiz. Vысший уровень. Bu nima deydi? Shu jihatdan ham foydali edi. Bo'lmaganda hammaga rahmat aytaman. Hammaga Yaxshi rahmat narsalar haqida sizlarga. gaplar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Omad.